Assalomu alaykum aka. Mana shu atrofda birortasi Yandex chaqirmovdimi? Yandexmidi? Chaqirganimga yarim soat bo'ldi. Shashlik yuyib ketyapti. Tez to'shman aka. Onangni ham kerak. Dastlabki aytgan shekilli. Bo'ldi aka, tushyapman mana. Janzera. Assalomu alaykum aka, dastavkamidi? Va alaykum assalom. Hech qanaqa dastavka yo'q. 47 minutdan beri qattiq yuribsan. Och mana uni. Sallarga odamni kuni qolsa yomon bo'ladi. Nima? O'zingga tutyapsan. Menga tut. Yandexchilarga optob bo'laveradi. O'rganib ketishgansan. Xullas, ukam shu desa yaqinda Amerikadan keldi. Menga qara. Har kuni 3,5 ming, 4,5 mingga deb yuribsan, to'g'rimi? Ha? Men senga 7 mingdan beraman, ham savob bo'ladi. Mana shu yerda zonti ushlab turasan. Kelishdikmi? 7 ming? Aka, men Yandexchiman. Yebala. Basharayni ko'rib Koreyaga tuzim esimga tushib ketib qoldi. Qolib ketibdi. Mana uni ushlab tur. Hozir kelaman men. Qayerga ketyapsiz? Tuzni olib kelay. Yandexchiman, kuniga 7 mingdan beryapsiz-ku. O'zim olib borib kelaman. Kondisionerim bormi? Kondisionerim bor. Qishda borib kelganda muzdek borib kelasiz. Yaxshi bolaga o'xshaysan, tvar. Ketdi, giring, qani? Boshlig'im, 7 mingga bo'kib qolaman. Itdek xizmatingizni qilaman. Qani oldiga? Salqinda, kondisionerni qo'yaman. Hoppa. Ana, issiqda issiq shishadi. Yandexchilarda o'yin qilish shunaqa bo'ladi. Bilmasam, esimdan chiqib qopti. Ana, qornam, onangni ham kel. Mashinada odam bor-ku. Ha aka, nima qilay? Issiqmi? Don tutdim, nima qilay? Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Ha aka, qalay bo'lar ekan Yandexchilarda o'yin qilish?